Tak, assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana bugungi Airfield kotyolimiz Integrity. Integrity kotyolda shunaqa muammo bo'lyapti. Muammo qanday bo'lyapti? Xo'sh. Tokka tiqqanimizda ham, tokka tiqilgan holatda ham kotyol ishlamayapti. Sababi shunaqa holatlar ko'pincha ko'p ustalar aytadi, plata ketgan yoki plata kuygan deydi yoki boshqa narsalar deyishi mumkin bo'ladi. Birinchi o'chirda hozir shlift almashtirib qo'yamiz. Yangi shlift olib kelganmiz. Yangi shlift almashtirib qo'yib ko'ramiz. Birinchi yengilroq ishidan boshlaymiz. Shliftni almashtiramiz. Shliftdan keyin ishlamasa, o'sha demak platadan ham muammo bo'lishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun birinchi navbatda yengilroq, arzonroq variantda va shliftdan almashtirib qo'yamiz. Xo'p, shu yerda raqamlar, sifrlari o'ynab qolsa ham shliftdan bo'ladi. Mana shu sifrlari margat qilib o'ynab qoladigan bo'lsa, shlift muammosidan bo'ladi. Videomiz davomi. Mana hozir shliftlarni qo'ydik. Endi telefonda pirillab turibdi, kamerada o'shida ko'rinadi. Mana ishlashlari bir barda ajoyib ishlayapti. Xo'p, mana o'zining eski shlifti aybini topdik. Shunaqa holatda mana sizlarga telefonni yaqinroq ko'rish kerak bo'ladi. Shu joylarda abrif bo'lgan, uzilishlar bo'lgan ekan. Shuni hisobiga ishlamay qolgan. Mana oddiygina yechimi, bittagina shlift bilan ishimiz bitti. Yana birontasi savol javob bo'lsa, agar sizni qiziqtiradigan biror bir muammolar bo'layotgan bo'lsa, kommentariy yozsangiz javob berib o'tamiz yoki pastdagi nomerga telefon qilasiz.